Jang maydonini aylanib chiqqach, ularning qo'mondoni Abu Sufyon bir tepalikka chiqib shunday dedi: Muhammad tirikmi? Allohning rasuli sahobalariga unga javob qaytarmang deya buyurdilar. Abu Quhofaning o'g'li tirikmi? Ya'ni bu Abu Bakr. Yana bir bor payg'ambar alayhissalom sahobalarga indamaslikni buyurdilar. Hattobning o'g'li tirikmi? U Umar roziyallohu anhu aytdi. Baribir payg'ambar alayhissalom javob berishga ruxsat qilmadilar. Demak, hammasini o'ldiribmiz. Bunisiga Umar roziyallohu anhu chiday olmadi. Yolg'on gapirding ey Allohning dushmani. Allohga qasam, bu gaping yolg'on. Hammalari tirik. Ular shu yerda. Sancaktar olmayı Zübeyir Ali'den, cihattaki cesareti Hamza Ömer'den.